Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi onlayn darsimiz biznesni tadqiq etish usullari faniga bag'ishlangan. Bugun 5-chi ma'ruzamiz sifatli biznes tadqiqot usullari va matematik modellashtirish mavzusiga bag'ishlangan. Rejamiz ikkita savoldan iborat. Birinchi savol sifatli biznes tadqiqot usullari, fokus guruhlar, chuqur intervyular. Ikkinchi savolimiz o'yin nazariyasi va grafik nazariyasi modellari va usullari, qaror qabul qilish modellari. Birinchi savolni harakat qilamiz ochishga. Birinchi savolimiz sifatli biznes tadqiqot usullari, fokus guruhlar, chuqur intervyular. Birinchidan savol tuzadi. Sifat tadqiqotlar nima degan savolga javob bersak agar, sifat tadqiqotlari bu marketing tadqiqotlari usullari guruhi bo'lib, ularning asosiy maqsadi qanday, nima uchun, qaysi sababga ko'ra kabi savollarga javob topishdan iborat. Ushbu turdagi tadqiqotlarga fokus guruh muhokamalari, chuqur intervyular, ekspert intervyulari hamda neyromarketing tadqiqotlari kiradi. Agar iste'molchi motivlarini aysbergga qiyoslaydigan bo'lsak, suv ostida qolgan ko'zga ko'rinmaydigan qismi aynan sifat tadqiqotlari yordamida o'rganiladi. Aynan shu yashirin qatlam iste'molchi qarorlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, iste'molchidan bevosita bu mahsulotga siz uchun nima muhim deb so'ralganda eng ko'p uchraydigan javoblar sifat va narx bo'ladi. Birov ushbu tushunchalar ortida aynan nima nazarda tutishadi? Xaridor uchun aslida qaysi jihatdan qadrli, qaysi xususiyatlar esa umuman e'tibordan chetga qoladi? Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, mahsulotni ishlab chiqaruvchi va uni xarid qiluvchi tomonidan qabul qilishi ko'pincha mutlaqo farq qiladi. Ishlab chiqaruvchi uchun muhim bo'lgan jihatlar har doim ham mijoz uchun ahamiyatli bo'lavermaydi. Sifat tadqiqoti orqali iste'molchining chuqur, ko'pincha o'zi ham anglab yetmaydigan ehtiyoj va motivlariga yetib borish mumkin. Bu usullar xaridorni aslida nima quvontirishi yoki ranjitishini, u nimadan qo'rqishini, nima qadrlashini, nimalarga esa umuman e'tibor bermasligini aniqlashga yordam beradi. Sifat tadqiqotlari mahsulotni iste'molchi nigohi bilan ko'rish va eshitish imkonini beradi. Iste'molchining chuqur motivlarini aniqlash uchun turli metodikalar mavjud bo'lib, ularga proyektiv usullar, kollaj tuzish, tugallangan gaplar metodi, assotsiatsiyalar kabi yondashuvlar kiradi. Shuni anglash mumkinki, har qanday fokus guruh yoki chuqur intervyu avtomatik ravishda samarali natija bermaydi. Sifat tadqiqotini to'g'ri tayyorlash va o'tkazish tajriba hamda yuqori professionalizmni talab qiladi. Sifat tadqiqotini samaradorligini belgilaydigan asosiy omillar quyidagilardan iborat: loyiha metodologiyasining to'g'ri izlab chiqilganligini, ishtirokchilarni to'g'ri tanlash, muhokama yoki intervyu professional darajada olib borish, olingan ma'lumotlarni chuqur va tizimli tahlil qilish.
Sifat tadqiqotlarini turli usullar yordamida quyidagi vazifalarni hal etish mumkin. Bu qanaqa vazifalar? Birinchidan, iste'molchilar xulq-atvorining chuqur sabab va motivlarini aniqlash. Ikkinchidan, reklama konsepsiyalari, reklama materiallari, qadoqlash dizayni va yo'riqlarni sinovdan o'tkazish, ya'ni g'oyalar va konsepsiyalarni ishlab chiqish, savdo belgisini, tarkibiy elementlarini baholash, mahsulot yoki brend imijini tahlil qilish, xaridorlarning munosabatini aniqlash, iste'molchi uchun eng ahamiyatli mahsulot xususiyatlarini belgilash, iste'molchi afzalligini o'rganish, ya'ni mahsulotni testdan o'tkazish, keyinchalik o'tkazilgan miqdoriy tadqiqotlar uchun gipotezalar shakllantirish. Sifat tadqiqoti marketing sohasida ayniqsa gipotezalar, fikrlar va taxminlarni ishlab chiqishda juda samarali hisoblanadi. Keyinchalik ustuvor natijalar miqdoriy so'rovlar orqali tekshirilishi mumkin. Fokus guruh usuli yoki guruhli chuqur intervyu ijtimoiy tadqiqotlarning shunday deb ataladigan moslashuvchan yoki sifat usuliga kiradi. Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarga moslashuvchan so'rov usullari, shaxsiy va guruhli intervyular nafaqat tadqiqot metodikalarining bir turi bo'lib qolmay, balki bozor institutlari, marketing va demokratiya institutlari siyosiy imijlarni tahlil qilish va kuzatish faoliyatini va ta'minlovchi sanoat sohasi sifatida rivojlandi. 1920-yilda AQShda miqdoriy standartlashtirilgan so'rovlar ishlab chiqildi. Tez orada ommalashdi. Biz uchun muhim jihati shundaki, miqdoriy so'rovlarning paydo bo'lishi sohasi dastlab ijtimoiy fan asoschilarining nazariy ishlari yoki o'sha davrda shaxsiyat, jinoyatchilik va boshqa tadqiqot qilinayotgan mavzular bo'yicha birinchi empirik ishlar bilan hech qanday aloqada ega emas edi. Agar avtobiografik ma'lumotlarni yig'ish bilan bog'liq tadqiqotlar ilmiy qidiruv xarakteriga ega bo'lsa, ommaviy so'rovlar paydo bo'lganidan boshlab asosan amaliy, ko'proq tijoriy maqsadlarni ko'zlagan. Chunki ular gazetalar va siyosiy partiyalar tomonidan moliyalashtirib, siyosiy arboblarning reytingini o'lchash va saylov natijalarini prognoz qilish kabi aniq vazifalarni hal qilish uchun ishlatilgan. Shu davrda ommaviy axborot vositalari va reklama auditoriyasini miqdoriy o'rganishda birinchi urinishlar qilindi. Yangi miqdoriy usullar mavjud sifat analarini sezilarli darajada siqib chiqargan deb hisoblanadi, chunki ular jamiyat e'tiborining markaziga o'tgani, shuningdek moliyaviy va boshqa resurslarni, shu jumladan g'oyalarni targ'ib qilish vositalariga kirishni o'zlariga jalb qilgan. Har qanday modda, masalan, xususiyati bu yerga kiradi. Shu yerda eslatib o'tish joizki, amerikaliklarga alternativ
bo'lishi mumkin bo'lgan Yevropa sotsiologiya maktablari o'sha paytda urushdan keyingi iqtisodiy inqirozlar bilan siqib chiqilgan va Ikkinchi jahon urushi olovida butunlay yo'q qilingan. Natijada bir necha o'n yillar davomida amerikanizm davri hukm surdi va Yevropada yangi maktablar faqat amerikalik yutuqlarning qabul qiluvchilari sifatida faoliyat ko'rsatishlari mumkin edi. Ommaviy so'rov usulining ishlab chiqilishi va joriy etilishi yirik texnologik yutuq bo'lib, rivojlangan mamlakatlarda butun bir iqtisodiy tarmoq so'rovlar sanoatining shakllantirishiga olib keldi. Bu sanoat zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu soha ahamiyati va moliyaviy kuchi ommaviy so'rovlar asosida muntazam marketing tadqiqotlari o'rtasida boshlangandan so'ng sezilarli darajada oshdi. Ular siyosatdan ko'ra barqaror va kuchli moliyalashtirish manbai bo'ldi. Albatta, sotsiologiya ta'lim tizimi ham ushbu jarayonlardan chetga qololmas edi. Standartlashtirilgan so'rovlar usullari, shu jumladan ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash usullari sotsiologiya ta'limining va akademik sotsiologiyaning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Standartlashtirilgan so'rovlar natijalari tabiiy ravishda ma'lumotlar massivlariga aylanishi bilan turli matematik operatsiyalarni, shu jumladan kompyuter yordamida bajarishini asoslashtirildi. Shu tariqa matematik sotsiologiya yuzaga keldi. U sezilarli yutuqlarga ega bo'ldi, ammo sotsiologiya ta'limi jarayoni juda formalizatsiyalab, insoniy gumanitar yo'nalishlarni biroz chetga surdi. Ommaviy so'rov texnologiyasi va unga bog'liq matematik usullar butun sotsiologiyaga, uning barcha sohalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sir inkor etib bo'lmas, lekin murakkabdir. Mazkur masalalarning to'liq tahlili bizning chegaramizdan tashqarida. Biz uchun muhim jihat shuki, ommaviy so'rovlarning yuzaki natijalaridan o'rganayotganlar orasida o'sib borayotgan qoniqarsizlik qayerda va nima sababdan yuzaga kelganini aniqlashdir. Fokus guruhlar va qo'shilgan kuzatuv o'rtasidagi asosiy o'xshashlik shundaki, ikkala usul ham ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonlarini to'g'ridan to'g'ri kuzatish imkonini beradi. Fokus guruhlarning afzalligi shundaki, bu o'zaro ta'sirlarning mavzusi oldindan ma'lum bo'ladi va butun muhokama jarayoni aynan shu mavzuga qaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, fokus guruhlar qisqa vaqt ichida ko'p sonli tegishli o'zaro ta'sirlarni kuzatish imkonini beruvchi kafolatlangan vositadir. Biroq ijtimoiy o'zaro ta'sir, ya'ni uni boshqarish, fokus guruhlarining asosiy cheklovlaridan
biri bo'lib, ularni tabiiy ijtimoiy muloqotdan uzoqlashtiradi. Aslida, agar kerakli ijtimoiy xulq-atvorni tabiiy holatda kuzatish imkoniyati mavjud bo'lsa, ba'zi holatlarda qo'shilgan kuzatuv fokus guruhlardan ustun bo'lishi mumkin. Shu asosda fokus guruhlar metodining qo'shilgan kuzatuv bilan solishtirganda uchta asosiy cheklovi mavjud. Asosiy cheklov barcha intervyular respondentning o'zi yetkazadigan ma'lumot va noverbal xulq-atvor asosida bo'ladi. Agar tadqiqotning maqsadi faqat muhokama qilinadigan faoliyatlar emas, balki ijtimoiy harakatlarni ham o'rganish bo'lsa, qo'shilgan kuzatuvning tabiiyligi afzalroq bo'ladi. Fokus guruhlarda ba'zi ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni qayta yaratish bo'lmaydi. Fokus guruhlar muhokamasi tadqiqotchilar tomonidan nazorat qilinadi. Shuning uchun ularning tabiiyligi to'liq kafolatlanmaydi. Agar tadqiqot mavzusi ishtirokchilarning tajribalari va qarashlari bo'yicha nisbatan toza ma'lumotlarni talab qilsa, eng tabiiy yaqinlashuv qo'shilgan kuzatuvdir. Qo'shilgan kuzatuvning fokus guruhlar va boshqa so'rov usullari bilan solishtirganda asosiy va eng sezilarli cheklovi shundaki, kerakli mavzu bo'yicha bayonot olish imkoniyatini yaratadigan sharoitga kirish qiyin. Masalan, Morgan va Spanish yurak xurujining xavf omillarini fokus guruhlar yordamida o'rganib, shunday xulosa kelishgan. Tabiiy vaziyatga odamlar stol atrofida yig'ilib, ularning umumiy do'sti infarkt olgani kutilmaganda bilib qolsa, bu ancha tabiiy bo'lar edi. Lekin tadqiqotchi bunday vaziyatda faqat tasodifan duch kelishi mumkin. Ikkinchi cheklov kamroq tilga olinadi, lekin u ham muhim. Qo'shilgan kuzatuv shu kuni kino emas, kuzatuvda og'zaki element vizual elementdan ham muhimroqdir. Bu uni chuqur intervyular usullari bilan yaqinlashtiradi. Biror tabiiy sharoitda kuzatilayotgan odamlar fokus guruhdagidek ko'p gapirmaydi va har doim tadqiqotchi qiziqqan mavzu bo'yicha so'zlamaydi. Fokus guruhlar muhokamasi tabiiy bo'lmasligi mumkin, lekin ma'lumotning yuqori darajada to'planishi ta'minlaydi. Bu boshqa usul bilan erishib bo'lmaydi. Qo'shilgan kuzatuv tabiiy tarzda strukturaviy ijtimoiy obyekt mavjud bo'lganda samarali bo'lishi mumkin. Shu sababli ijtimoiy rollar, rasmiy tashkilotlar ko'pincha qo'shilgan kuzatuv orqali o'rganiladi, chunki ular bu usul uchun strukturaviy jihatdan mos keladi.
Biroq qo'shilgan kuzatuv tarqoq ijtimoiy guruhlar, masalan, xaridorlar xatti-harakatini o'rganishda deyarli qo'llanilmaydi. Shu bilan birga, tabiiy sharoitda olingan bayonlar har doim ham intervyular orqali olingan bayonlardan samimiyroq yoki ishonchliroq bo'lmaydi. Fokus guruhlar va qo'shilgan kuzatuv natijalari o'rtasida farqlar bir tomondan avtomatik tarzda izohlanmaydi. Aksincha, bunday tafovutlar o'zi ham muhim ma'lumot manbai bo'lishi mumkin. Fokus guruhlarning yana bir cheklovi shundaki, bu usul rahbar va xodimlar o'rtasidagi hierarxik o'zaro ta'sirlarni o'rganishda mos emas. Fokus guruhlar va qo'shilgan kuzatuv ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni o'rganish nuqtai nazaridan kesishadi. Shuning uchun ba'zi tadqiqotlar uchun har ikki usul qo'llanishi mumkin. Bu metodlar o'rtasida raqobat mavjud degani emas. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, fokus guruhlar kayfiyatlar va bilimlarni o'rganishda, qo'shilgan kuzatuv esa rollar va tashkilotlarni o'rganishga yaxshiroq mos keladi. Potensial ravishda ikkala usul ham foydali bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda tanlov qilish uchun har doim asosli sabablar topiladi. Ikkinchi savolimizga o'tamiz. O'yin nazariyasi va grafik nazariyasi modellari va usullari, qaror qabul qilish modellari. O'yin nazariyasi qo'llanma matematikani bir bo'limi bo'lib, tomonlarning manfaatlari to'qnash kelgan sharoitlarga optimal qarorlarga qabul qilishning formal modellarini o'rganadi. O'yinlar nazariyasining predmeti ratsional to'qnashuvlari va vaziyatlarning matematik modellari. O'yinlar nazariyaning usullari nazariy o'yinli noaniqlik sharoitida optimal qarorlarni topishga xizmat qiladi. Nizom ratsional qoidalarga asoslangan o'zaro ta'sir. Unda turli manfaatlarga ega bo'lgan tomonlar qatnashadi va o'z manfaatlariga muvofiq ular uchun mavjud bo'lgan harakatlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Nazariy o'yinli noaniqlik bu nizoda ishtirokchilar o'z harakatlarini mumkin bo'lgan variantlar ichida tanlashga ma'lumotning yo'qligi. Qaror qabul qilish vazifalarini ma'lumotning to'liqli darajasiga ko'ra yaxshi tuzilgan masalalar bu deterministik ma'lum funksional bog'liqliklar mavjud bo'lgan, yana stoxastik ma'lum ehtimoliy bog'liqliklar mavjud bo'lgan. Yomon tuzilgan masalalar bu noaniq qabul qilingan qarorlarga natijalar bog'liqligi noma'lum bo'lgan
o'yin nazariyasida umumiy tushuncha bersak, o'yin nazariyasi bu qaror qabul qilish modellarini o'rganadigan nazariy bo'lib va qarorlarni psixologik yoki iroda bilan bog'liq amaliy sifatida o'rganmaydi. Shuningdek, u ularning amaliy amalga oshirish masalalari bilan ham shug'ullanmaydi. O'yin nazariyasi doirasida qabul qilinadigan qarorlar real hodisalarning sodda va idealizatsiyalashgan sxemalari sifatida ko'riladi. O'yin haqidagi tushunchamiz 3 element bilan belgilanadi. Navbat bilan amalga oshiriladigan yurishlar, ular shaxsiy yoki tasodifiy bo'lishi mumkin. Ma'lumotning mumkin bo'lgan yetishmasligi, g'alaba funksiyasining mavjudligi. Endi pozitsion o'yin tushunchani o'rganib chiqamiz. Pozitsion o'yin tushunchasi bilan o'yin daraxti yoki topologik daraxt tushunchasi bog'lanadi. Bu daraxt tugunlaridan iborat yakuniy to'plam bo'lib, ular qirralar bilan ulanadi va sodda yopiq shaklsiz bog'langan qora figura hosil qiladi. Strategiyalar o'yinning normal shakli. Bu o'yinni qanday rivojlantirish rejasi. Birinchi o'yinchi strategiyasi bu ma'lum bir funksiya bo'lib, u har bir informatsion to'plamga o'yinchiga tegishli bo'lgan ma'lum bir indeksni moslashtiradi. Umuman olganda, o'yinchi odatda yurishini qilishi kerak bo'lgan paytda qaror qabul qiladi. Biror to'liq nazariy nuqtai nazarda amaliy cheklovlardan voz kechish mumkin va har bir o'yinchi o'yindan oldin har bir holatda nima qilishi haqida qaror qilgan deb faraz qilish mumkin. Ya'ni har bir o'yinchi o'yindan oldin ma'lum bir strategiyani tanlagan deb hisoblanadi. Shu sababli qolgan faqat tasodifiy yurishlarni amalga oshirishdir. Bunday tashqari, barcha tasodifiy yurishlar bir yurishga birlashtirilishi mumkin va uning natijasi tanlangan strategiyalar bilan birga o'yin natijasini belgilaydi. Biz o'yinchilar kabi qaysi strategiyalar har bir o'yinchi uchun eng yaxshi ekanini bilishiga qiziqamiz. Masalan, o'yinchi g'alaba funksiyasining komponenti maksimal qilishga intiladi. Chunki tasodifiy yurishlar natijalari faqat ehtimollik jihatdan ma'lum. Shuning uchun g'alaba funksiyasining matematik kutilmasini ko'rib chiqish tabiiy.
tabiiydir. Bunda o'yinchilar berilgan strategiya to'plamidan foydalanadi. Shu sababli o'yinchi strategiyasini qo'llangan matematik kutilmagan quyidagicha belgilash mumkin. Boshqacha qilib aytganda, holat muvozanat hisoblanadi. Agar birorta o'yinchiga o'z strategiyasini o'zgartirish uchun oqilona asoslar bo'lmasa, shart bilan boshqa o'yinchilar strategiyasiga rioya qiladi. Shu holatda har bir o'yinchi boshqalar qanday o'ynashni bilsa, u muvozanat holatiga mos strategiyani tanlaydi. Shunday qilib, o'yin juda barqaror bo'ladi. Umuman, agar o'yinda muvozanat holatlar bo'lmasa, ayrim o'yinchilar boshqa o'yinchilarning strategiyasini taxmin qilishda harakat qiladi. O'z strategiyasini sir saqlagan holda. Bu esa to'liq ma'lumotli o'yinlarga muvozanat holatlar mavjudligini ko'rsatadi. Har qanday cheklangan o'yinchi o'yin agar to'liq ma'lumotga ega bo'lmasa, muvozanat holatiga ega. Ikki o'yinchi 0 yig'indili o'yinlar antagonistik yoki qat'iy raqobatli deb ataladi. Antagonistik o'yinga g'alaba vektorining birinchi komponenti belgilash kifoya, ikkinchi komponent esa birinchining qarama-qarshi belgisi bo'ladi. Yana birinchi komponent bu yutuq, ikkinchi o'yinchi shu summani birinchiga beradi. Antagonistik o'yinlarga o'yinchilar o'rtasida muzokara qilish uchun hech qanday asos yo'q. Chunki biri yutsa, ikkinchisi yo'qotadi. Shu jihat bilan antagonistik o'yinlar boshqa o'yinlardan farq qiladi. Boshqa o'yin turlari yuqorida sanab o'tilgan vazifalar shakllaridan tashqari ularning boshqa ko'plab turlari mavjud bo'lib, aksariyati minimaksiya remasiga asoslangan. Asosiy turlari quyidagilar. Bu cheklovli o'yinlar, cheksiz o'yinlar, kvadrat ustida o'yinlar, uzluksiz yadrolarga ega o'yinlar, konveks o'yinlar, vaqtni tanlash o'yinlari kabi.